Assalomu alaykum. Saidbugus kanalining hurmatli obunachilar. Akalar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidonot bozoridamiz. Shu yerdagi yosh to'ylarning narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Mana bozorimiz avjida xudo bo'lsa. Bu yog'i hayvon bozor. Xo'p, hurmatli obunachilar, videomiz qo'llab-quvvatlash uchun birdan like tugmasini bosib, obuna bo'linglar, unutmasizlar. Mehnatimiz ozgina qadrli holatda kommentariyada otanga rahmat ukam Ruslan bo'lsa, sizlar uchun biz mehnatdan charchamaymiz, hurmatli obunachilar. Imkon qadar ot bozorlarga borib, chiroyli qilib ot narxlari bilan tanishtirishni harakatini qilamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, kimda uyda shunaqangi to'ylarimiz bo'lsa, bozorga olib chiqqanim misol uchun sharoit bo'lmayotgan bo'lsa yoki shu soch istagidagilar bo'lsa, bemalol ekranda raqamga aloqa qilishlarni to'g'risi reklamasini chiroyli qilib beraveramiz, hurmatli obunachilar. Manzillaringda farqi yo'q, aytgan joylaringga borib albatta. Bo'lmasam shu yerdagi to'ylarning narxlari bilan qator tanishtirishni boshladi. O, to'y kimdan ekan aka? To'y degasi ko'rmadingmi? Sizdanmi? Assalomu alaykum. Yosh necha yashar aka? 2 yashar bo'lib qoldi. 2 yashar bo'lib qoldi. Menga bo'lmagan hali. Zo'r. Ammo bir boshqacha deb hurmatli obunachilar. Yoshlar 2 yashar bo'lib qoldi. Bo'ylari necha ekan? Mana bizda 1,5 metr. 1.50 ga olishaveradi, ha? Zo'r. Parodasi qanaqa? Tushunmadim. Qora bermi? Messi, ha? Narxi nech bilyapsiz? 17 million kam bor aka, hurmatli obunachilar. Savdosi bo'ldimi aka? Nech pulga chiqdi? 14 million. Bermadingiz. Bahosi ustiga qo'shsa berasiz, ha? Yaxshi. Telefon raqam qoldiramizmi? Aytingchi? 33lik. 33lik. 368 368 6206. Hurmatli obunachilar, akamizga bemalol qo'shib qo'yasizlar. Yana bormi aka shunaqa to'ylarmi? Bitta baytal bor ekan. Baytal kerak, sumol bor. Akamizga lobaslarni to'g'risi uyda bor ekan, ish bitadi. Xo'p, keyingi to'ylarimizga o'tamiz bo'lmasa. Ustoga hormang. Assalomu alaykum. Yaxshi oling. Nech bosh aka bugungi? Endi 5 bosh. 5 bosh, ha? Zo'r. Mon pechatni bormi? Pechat bor orqa tarafida. Aha. Qanaqa pechat u? Qozog'istondan kelgan. Qozoqdan kelgan, ha? Parodasi qanaqa? Parodasi bilmayman. Bilmaysiz. Yaxshi. Bo'ylari necha? Bo'yi 1.30 atrofida. 1.30 plus minusi bor. Narxi nech pul buni? 16 milliondan savdo qilib olishaverdi. 16 million chiroyli kamini qilib berasiz. Aka Saidbugusdan istedingiz. Yaxshi. Keyingi to'yimiz hurmatli obunachilar. Bunisi-chi? Bir xil aytdim, bir xilga. Hammasi 16 milliondan kam bor. Narx aytsangiz tanlab olishaveradi. Tanlab olishaverasiz. Zo'r. Hurmatli obunachilar, mana shu 5 ta to'y ichidan xohlaganlarini tanlab olasizlar. Hammasining bo'ylari 1.30 plusi ham bor, 1.30 minusi ham bor, 1.35 chiqadigani ham bor, hurmatli obunachilar. Oyoq qo'l sog'lik salomatlik joyida, xudo xolasa. Yeb ishiga garantiya, salomatligiga Qancha garantiya berasiz? garantiya beradi. Yeb ishiga, sog'ligiga, qoniga. Qancha garantiya berasiz? 1 hafta. 1 hafta sinab olishaveradi, ha? Yaxshi. Yana bormi aka shunaqangi to'ylardan? Mabodo bu tugab qolsa, allaqay chiqsa, videosini qilib, chiroyli qilib tashlaverasiz. Savdosi bo'laveradi, ha? Musofirda akallarimizga onlayn dasturkasini qilib beraverasiz. Dasturkasini qilib beradi. Qayergacha? Dunyo bo'ylab. Qayergacha? Dunyo bo'ylab. Ana. Bo'lsa shunaqa bo'lsa, hurmatli obunachilar. Dunyo bo'ylab dasturkasi qilib beravergan. Zo'r. Manzil qayerda aka? Hozir Kosonsoy tumani. Namangan viloyati Kosonsoy tumani Chindo'l qishlog'idan ekanlar. Bemalol qilib chiqarasizlar. Telefon nomeringni bering. Men nomerimni aytib o'rishman, qarab turib. Telefon raqamini aytingchi? To'ylarni sifati 190 88 190 0082. 0082. Hurmatli obunachilar, akamizga tez aloqa chiqarasizlar. Safarda bo'lsa ikkinchi nomerimiz bor. 88lik 88lik 373 6000. Ikkinchi raqamlariga hurmatli obunachilar. Aloqa chiqarasizlar. Kimga to'ylar kerak bo'lsa, bor ekan. Hurmatli obunachilar, keyingi otlarimiz bo'lsa, mana. Bu ot kimdan ekan? Egalari yo'qmi? Otimizni egalari yo'q ekan.
Mayli, keyingilarni ko'rsatib hurmatli obunachilar. Mana. O toylar kimdan akalar? Hozir egalar kelishgan. O toylar kimdan aka? Assalomu alaykum. Ha, narxi necha puldan aka? Narxi. Hurmatli obunachilar. Hammasi erkak. Qaysi biri baytal? Shu baytalni ko'rsating aka. Eng chekkadagi, ha? Hurmatli obunachilar, mana shu bittasi baytal ekan. Baytalning narxi necha pul? 10 million kam bor ekan baytalimiz narxi. Qolganlari 11 milliondan erkak to'ylar kami bor ekan. Bo'ylari necha ekan? Bu 30 ashnaqa. 25 diyoruz. 25 plus minusi bor. Zo'r. Sog'lik salomatlik joyida, xudo xolasa. Qarodasi qanaqa bo'ladi, tog'a? Qorabash. Chashgani ham bor ekan, hurmatli obunachilar. Mana shu to'rtta erkak bitta joyga olaman degan nechdan qilib berasiz, tog'a? Kelishamiz. Kami qisqacha? Yo'q, hech qilmasi bor kam. Ha, bitta joyga olsa chiroyli kami qilib berasiz, sepingizdan sizga. Telefon raqami aytingchi? 95 li. 834 mi? Ha, 834. 834. 78 77 ha? Bundan sirop mıydı? Tagi siropmi? Manzil qayerda? Manzil. Hazır şahid. Şimdi bozordan bir Hurmatli obunachilar, akamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidon ot bozorining yonida yashar ekanlar. Bemalol allaqayga chiqaverasizlar. Zo'r. Hop, keyingi otlarimizni yutamiz bo'lmasa. Xo'p, hurmatli obunachilar, keyingi otamiz. Bu ot kimdan ekan? Egalari yo'q ekan menimcha. Haydi, tomosha qiling. Bu to'y ekanmi bu? Necha o'shaga? So'raganlar. Bu barakasi bo'ldimi aka? Ha? Nech pulga? 600 dollar. Qancha? 600 dollar. 600 dollarga savdosi. Dedi men nuqta katta ekan bu. Qanaqa oddiylardi buni? Poni. Qancha bo'ldi? 600 dollar. Yosh variant. Zo'r. Alloh aytganlardan narxlar bilan tanishtirib o'tamiz bo'lmasa. O, otlar kimdan ekan? Egalar beramasmi? Xo'p, keyingi otimiz. Bay. So'ga hormang. Ot yosh necha yashar? 8 yashar. 8 yashar. Bo'ylari necha? 65 dan baland. 70 plus ham deyveringmi? Narxi necha pul ekan? 45 million kam bor ekan, hurmatli obunachilar. Parodasi qanaqa otda aka? Parodasini bilmaysiz. Qirg'izdan o'tgan. Ulog'i bormi? Biyami? Zot olaman degan odamga zo'r variant ekan-da. Jonivor. Savdosi bo'ldimi aka? Necha pulga chiqdi? 30 million berish hurmatli obunachilar. Tomonlardan ko'ryapsizlar. Bo'lsa, suyuqlaring. Shibtar. Telefon raqamini aytib qo'yamizmi aka? 93li. 272 7600. Bemalol chiqarasiz. Otni oldim, bitta aylantiringchi baqa. Yuvosh, xudo xolasa. Yosh bolalar ham bemalol boqsa bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Zo'r. Hop, keyingi to'ylarimizga o'tamiz. Bu savdosi qanchaga chiqdi aka? 12. 12 millionga chiqdi. Yoshiga to'lganmi? Ha, shunaqa chiqdi. Yoshiga to'lgan ekan. Yo'q. Sanmisiz?
O to'ylar kimdan ekan akalar? Sizdanmi? Necha bosh berdi? Assalomu alaykum. 29 million. Qaysi biri? 29 million bu tanış ikkitasi. Bu bilan bu. Qolganlar narxi nechta bilan, tog'a? Qolganlar narxi nechta bilan? Bu sizdan emasmi? Alo. Jom. Ko'ram yaxshi. Ona boqos, ona suv badani. Просто billa yo'q. Mo'shtini ko'zib tip o'rganib qoldi. Morra. Erka. Banadan juda yo'li yetar yuribman. Masalan, ona suv bor. Savdosi necha pulga chiqdi? O'shqatadan ketdi. 19? Yo'q. To'g'ri emas. 19 millionga chiqdi. Savdosi, masallan. To'ymaga bu? Yo yosh aytdi. Narxi necha pul ekan? Mana aka. Narxi nechi pul? 22 million. Savdosi bo'ldimi aka? Hali bo'lmadi. Jazma. 22 million. Biya bor deyapti. Erkak ekan. Yosh necha yashar ekan? Ko'p ko'ring. Yasha. To'y yo'q, yana. Yoshi yetolmaganmi? Yo'q. Telefon raqamini aytib qo'ying-chi. Sotib olamiz to'ka. Sotib ketadi. Ha. Yaxshi. Hozir anisi ketdi-da. Bo'ldi. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'lmasam shu videomiz yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bozorimizda bizlarda bo'lsin.